Mına bugün ayılda toğuk bazar kızıp atkan uçuru. Hazır toğuktardın balарын surap bilesiz. Mo kızıl koroz kança болады? Ha? 1000 сом bu. Bulçu bul. Ak koroz. Bunun parodazı qanday mı olardın? Jaydары bu. 600 сом bu bul. Ama o kızıl korostu 5 so'mga berbe qo'ydum dedi. 800 so'm dedin o sarqarlarning balari. O balдар 600'dü. Ha bular 800'den ha. Bunaki ak korostu 600 so'm. O bala açat. Belki qara tovuq qancha qara tovuq? 700 so'm. Qara tovuq. Tuqum tuvağı uçurda? Tuvat. Bunaki. Qanchadan? Qaysi? No, qo'lingda. 1000 da aka. 1000 so'mga berasingmi? Ha. Bu bir yil qancha yashar bu? Bu 4 oylik. 4 oylik bu bu. 4 oydan o'tdi. Bu mustashavu? Mustashatda. Aka bu qaysi kanal? Kanalda ko'rasiz bu. Internetga chiqadi bu. İnternetga chiqadilar. Qivim TV'dan chiqadilar. Mana shunday bozor qizayotgan uchur. Eng bozordagi eng qimmat tovuq qorostodning bahasi 1000 so'm. Eng arzonroqlari 400 so'mgacha balanatdir.